Ushbu loyiha Mikrokreditbank hamkorligida Surxondaryo viloyati Termiz tumani Gulbahor mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan 248-sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda tarvuz mahsuloti ekilgan bo'lib, jami hajmi 10 gektar. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar gullash mavsumida bo'lib, ekinlarni yetishtirish 60-65 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'orishlar tabiiy ariqdan sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihada 20 ta dehqon xo'jaligi biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 50 sotiqdan yer maydoni to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun Gulbahor lider yoshlari ishlab chiqarish kooperativi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 35-40 tonnagacha jami 350-400 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Kelajakda ekin maydoni kengaytirish va ushbu orqali dehqon xo'jaliklarining daromadlarini oshirish niyatidamiz. 248-konturimizning 10 gektarlik tarvuz ekin maydonimiz.